Onajon, iltimos, faqat akam bilmasinlar. Yoxu dunyo tashvishiga yilib yarim diling ketganida darddan to'lib oyda bir Assalomu alaykum aka. Singlimdan ancha baquvvatroqman kuyov bola. Churq ketib qarshilik qilsam nomardman. Ey, singlimni urdingiz, jonim og'ridi. O'zim uring, bor yo'g'i tanam og'riydi kuyov bola. Ya aka unaqa demang. Yana bir bor omonat sizga. Birinchi ish kuniga kech qolmadimmi aka? Yo'q, kech qolmadingiz-ku, lekin o'zimizdan hisobchi kelib qoldi-da. Ha. Lekin sizga bitta taklif bor. Hop. Ishlab chiqarish seximizda bitta yaxshi ish o'rni bor. Xohlasangiz ko'rib boqing inson. Ishlab chiqarish deysizmi? Ishlab chiqarish. Boshlayman aka. Qachondan boshlasam bo'ladi? Bo'ldi, bugundan boshlasangiz bo'ladi. Volidamdan omonatim yuborim qaddimni tik aylaguvchi nomus Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Sani eshitdi bir inson kutib turdi. Kim ekan aka? Endi chiqsang bilasan. bir kulgingdan ko'nglim mening sen onamday O'zingdan tillaringga senim. O'zingdan. Uxlamaganingizni bilaman onajon. Bezovta bo'lmang chiq. Men bir ikki og'iz gapim bor edi. Yelkangizga boshimni qo'yib, dodlab yig'lagim keladi ona. Lekin yelkangiz meni og'irligimni ko'tara olmaydi, yuragingiz dardlarimni ko'tara olmaydi ona. Uxlayapsizmi aka? Kuyovingiz keluvdilar, biz uyga ketadigan bo'lib qoldik. Aka. Aka! Ha? Nima? Uxlayaptimiz? O'lib qoldilar deb o'ylading-a? Ey, singlim. O'lsam, 3 qizimga bo'ladi og'ir. Yig'lashib ko'nadi oxir. Ehtimol ular ham qilishar toqat. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Alo. Singlim. Keyingi safar faqat onamga aytma, hop.